Instagramdagi bizni blogerlarni ko'pi. Ertalab sahar 4da turdim akalar, mana ko'chada hech kim yo'q ekan. O'zi boshqa tarafga ketishim kerak edi. Nimaga bu yoqqa yurdim bilmayman. 3:30da uxlaganman. Yarim soat uxlayman xolos kuniga. Sababi bizneslarim juda ham ko'p. Shoshilmayman chunki men blogerman. Hamma narsaga uligib qolishim kerak. Kuniga 700 million so'm pul topmasam, yaxshi uxlolmayman. Hozir sportga ketyapman. Shuning uchun ertalab turdim. Tapichkam Louis Vuitton'dagi 700 million so'm bu ham. Voy meni mashinam yonboshlari chayn bo'lib ketibdi. Buni ham yuvdirib yuborishim kerak. Bitta mo'shikka ber. Bloger bo'lganimdan beri o'zim menga hamma narsa tekinga tushyapti. Mashinamni sekinroq yopay. Axir bu mashina qimmat-ku. Bo'ldi. Voy bismillah. Bismillah dedim chunki men yaxshi insonman. Men bu yerga kim men bu dishovoy suvni qo'yib qo'ydi. Men vos ichaman. Bilmaganlar uchun mana vos rasmi. Tak benzinim qancha qolibdi ekan? 95 benzinim oz qopti. 95 benzinimni quyib kelishim kerak. Hozir polni bak qilib. Voy issiqda quyoshda meni Dior Sauvage $275 atirim qolib ketibdi-ku. Atirimni men qo'ltig'imga sepaman. Chunki baribir qishlardan chiqqanim bilinishi kerak. Yo'lda ketib обязательно storiesimga mana bundoq video qo'yishim kerak. И обязательно telefonim bilan o'zimni mana bundoq ko'rsatishim kerak. Meni hayotim zo'r, menda hech qanaqa muammo yo'q. Meni ko'rib havas qilinglar. Men hattoki chichmayman ham-ku. O'xshadimi? Shunaqa gaplar, akalar. Video o'xshagan bo'lsa xursandman. Shuhratbek? Mana atris. Video uchun oldim, rahmat.